Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. YouTube ishqibozlari, motoblog ishqibozlari. Mana bugun Xudo xolasa, yomg'irdan keyin boshladik yer haydashni. Yomg'ir yengil yog'ib o'tib ketdi. Ozgina yerlar nomiga nam bo'ldi. Endi quyosh chiqqanga turib ham ketdi, lekin yaxshi, yerlar tobida. Mana yerga kelganmiz, hurmatli obunachilar, ko'ringlar. Bu tomon bedaydi, ajrig'i bosgan. Xullas rasvo joy. Ana bu bedasini o'rdirib, yerini haydayapmiz. Lekin qumoq, sariq tuproq, yumshoq yer. Faqat shu ajriqlari juda ko'p. Mana buni ko'rsatyapti. Bu ham lapatkalab qo'ygan ekan, bu yog'i jonon chiqyapti. Xudo xolasa shu haydab joyliqib joyga olib beramiz. Mana motoblogimiz ishlash jarayoni. Kecha safar faqat joyga olayotganini videoga oldim, haydash jarayonini ololmadim. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, tomir ko'pligini hisobiga sakrab ketyapti. Uncha chuqur ololmayapti. Sababi shu, tomir nihoyatda ko'p. Endi bu oldin bog' bo'lgan. Bir 2-3 yil oldin ham haydab berganmiz. Qolaversa, teraydi, tomirlari ham juda ko'p. Ona chiqib yotdi. Endi ko'rinyaptimi yo'qmi bilmayman. Sal qiynalyapti. Aborot katta bu motoblogimizda. Urilsa, tomirga urilsa pichoq sinishi mumkin. Shikast yetishi mumkin, xullas. Bu motoblogga shikast yetsa mayli, odamga shikast yetsa undan yomoni yo'q. Xudoni o'zi saqlasin, avvalambor. Shunga ehtiyot bo'lib, imkon qadar texnika bezopaslikka rioya qilib haydayapti. Oldiga mana o'tlar tiralib qolyapti. Lekin yerga gap yo'q. Yumshoq qumoq yer. Sababi qorasi kanal o'tgan. Qorasi bo'yi shunaqa qumoq yer hamma. Vaqtida bo'tlari suv yuvgan, katta suv kelib, jo'qimlari qolib ketgan bilmayman. Xullas, qorasi kanalni yoqasini haydasak, hamma sariq tuproq qumoq yerda xullas. Yumshoq, titilib ketadigan yer mana. Bu yana mana lapatkalab qo'ygan. Botib ham ketyapti, ko'tarib yuryapti bu yoqda o'g'lim. Xudo xolasa bu haydab joyga olib beramiz, xudo xolasa, inshaalloh. Ana botib qilib amallab haydab beramiz. 192miz xizmatda. Bu yog'ini yengil olib yuribdi, botirmayapti. Sababi o'sha gap, lapatkalagan hisobiga kirib ketadi yerga. Keyin chiqarishga qiynaydi odam. Shuning uchun yengil mana hozir qattiq yerga o'tadi, qiynaladi. Endi qattiq emas, boya aytganda yumshoq yer-ku, bu ajriq ko'p. Imini mana hozir ajriq joyda haydash jarayoni. O'sha yerlar qatak bo'lib yotibdi. Tomirga urilyapti, sezilyapti ko'pdan. Qalban sezyapman. Chunki tomirga urilsa sakrab ketadi motoblok.
Hammaga omad, ko'ringlar, mazza qilinglar. Yordam kerak bo'lsa telefon qilinglar. Kanalimizda bor nomerimiz. Kimda kim qiziqsa olsin, yaxshi narsa, bitta xo'jalikka kerak. Ishlarni ancha yengillashtiradigan bir texnika. Yaxshi haydasangiz kerak bo'lsa traktordan zo'r haydaydi. Endi bu traktor kuchli texnika, men traktorga taqqoslaman. Agar o'zingiz uchun yerlar nima deydi? Tobiga kelganda motoblokda haydasangiz, kerak bo'lsa traktordan zo'r ishlov bersa bo'ladi bunda. Omad hammaga, charchamanglar, ko'ringlar, mazza qilinglar, like bosinglar, kommentariy yozinglar. Omad hammaga.